Assalomu alaykum obunachilarimiz. Mana navbatdagi Xudo xolasa Erjiyenkali fason darvozamizni o'z o'rniga olib kelib, ustunki jarayonlarni mana shu joyga joylab beramiz. Darvozamiz razmerlari o'zim kelib, o'zim razmerni olganman. 3,5 metrga 3,5 metr bo'lgan. Mana qo'l mehnatli o'sha ruchniy работал darvoza. Xudo xolasa hozir ustunki jarayonlarni ko'rsatib boramiz. Mana darvozamizning holati, qanotlari. Xudo xolasa bu darvozamiz birinchi yangi mashinamizni olib kelib ustanovka qilyapmiz. Dastlabkasi birinchisi Xudo xolasa O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikistonlar ham bemalol shu mashinada Xudo xolasa yaxshi niyatda olib o'tishga Xudo xolasa harakat qilamiz. Mana darvozamizning ramkalari. Darvozamiz 2 qavatli variantda bo'lgan. Xudo xolasa oldi tomonni ham pulni ko'rsatib o'tamiz. Qanotlarimiz bir-biriga qaraganligi hisobiga hozir sizlarga ko'rsatib bera olmayman. Nihoyatda chiroyli chiqqan. Kuzatishda davom eting.